Assalomu alaykum hammaga. Bu yer O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining qabri. Bu yerda turist, sayohatchilar juda ko'plab kelar ekan. Men to'g'risi o'zi bu yerga birinchi marta kelishim. Shuning uchun men ham ko'p narsalar bilmayman. Unaqa ko'p ma'lumotga ega emasman demoqchiman. Shuning uchun. Zaryadingiz bormi? Tepadan qaraganda albatta chiroyli, chunki bu yerda Registon joylashgan. Turistlarimiz juda ko'p. Bilmayman qaysi davlatdan kelgan bular. Juda ko'plab deyman. Ozgincha obzor qilib bir video joylay YouTube kanaliga dedim. Pastdan sizlarga ko'rsatsam, bu yer kirish joyi. Bu tepadan ko'rinishi. Chunki tepada ekanda. Mana bu yerdan o'sha Registonga kirib ketish joylari ham bor ekan. Xo'p, bu yoqda ham nimadir bor ekan, lekin nimaligini bilmadim. To'g'risi bu yoqlarga hali borib ko'rmadim. Hali borib ko'rmadim, lekin kelishga arziydi. Mana bu yerdan shunday yurib borasiz, o'sha bu yog'i Registon. Tak mana birinchi prezidentimizni qabri mana shu tomonda. Shu tepaga chiqasiz, shu tepada bu yoqdan chiqib ketsa ham bo'lar ekan. Bu tashqi ko'rinishi. Biz shunaqa gaplar, hammani kutib qolamiz. Nasib bo'lsa kelinglar. Aylanib ham ma'naviy, ham ma'rifiy deydi-ku, shunaqa tamom ketasizlar. Las bu tepaga chiqish joyi, hali davom etibdi. Va bu tushish joyi. Bu Samarqand Registon.